Maya gizib bo'lgandan keyin Maya endi biz main activity'den activity'ga o'tadigan kod yozilib bo'ldi. Endi biz A'niki yazili. A'dagi knopkani atib oldim. Sesini aldım. Endi ma'nog'imi yana o'xshash ID'ni atib beramiz. Xatolarni tuzatadi. Endi mana knopkaning chekilish adresi. Undan keyin Mayaga bayatanga o'xshash kod yozamiz. BB'ning set class A'den this A'den main activity var. Yani Mayaga main activity ticket class oldu. Endi start activity Mayaga BB and then activity ticket this my activity in chicken soon degan kodni al ticket finish. Endi biz asoslab bet yutgan kodni yozib bo'ldik. Ammo ma activity'ni bir-birisiga uzundan qilmadik. Endi biz ma'no saqlab etgandan keyin ma'no vengendan oldin qaytamiz. Başman darajaga. Mayadan main first widgetni ochamiz. Endi qarasak activity name strong app name deb bor. Biz shu activity'ning ostiga yangidan bir activity qo'shamiz.
Android qo'shigit nomi tang mayaga bayatdan activity'ning ismini qo'shib beramiz, ya'ni chigit a 5 ondan keyin tamam. Endi bizning asosliq qiladigan mashg'ulotimiz tugadi. Biz bu appni yasab ko'rib baqala. Bundan kun chiqib baqaymi? O'tdi. Makro kun cheksam main activity qo'ydi. Mana. Endi mana appning mayaga my app deb chiqdi. Keyingi betkim shundoq. Agar biz bu yerda o'zgartmoqchi bo'lsak, bayatdan Android main fest shimbilidan mayaga qo'shimiz. Android qo'shigit label tang mayaga masalan voy deb tugadi. Endi appning ikonini o'zgartmoqchi bo'lsak, ikon rasmini manda mayadan o'zgartib olsak bo'ldi. Icon launcher. Mayaga mo'jizani bir nakray. Rasmdan bir nakray. Mana shuni ishtirlab bir appni qo'shilib mayadan bo'lmasa. Mana rasmni qo'shilib. Ay majbur. Mana ismi nima? Icon deb qo'y. Nimaning taglik backgroundni yo'q qilib o'tay. Biz orqa qaytib
Mayadan Mayaga tartib beramiz. Mayaga yozamiz. Icon. Mana men appni qo'zg'atib boqay. Yasab chiqarsin. Mana chiqdi. Mayaga icon rasmi chiqdi. Keyingi biriga o'tgandan keyin Mayaning ismi o'zgarganini ko'rib boqaman. Mana o'zgardi. Maya o'zgargandan keyin yana Maya o'zgardi aynan. Darsligimiz o'sha yanglishdik. Keyingi qismda xayr ko'rishing.